Mana bo'yab qo'yapti-da, yetib boraman bakalım. Qanday ahvollar yaxshimi? Yaxshi, o'zingiz yaxshimizmi? Yaxshi. Unaqa ketgan yaxshimlar. Ketdim. Mana qayerdan ko'rib baxsam qanday bo'lar? Bo'ldi, ko'rib baqsin qoldi. Qirmichilik yig'achilik hunarining bir qismi bo'lib, qadimiy ham an'anaviy hunar. U yig'ach materiallarni xomashyo qilib, kesish, qirish, pishiqlab ishlash orqali har xil shakldagi yig'ach buyumlarni yasab chiqadi. Qirmichilik san'ati yig'achdan foydalanib, badiiy ijodiyat orqali amaliy buyum yasash texnikasidir. Bu hunarda tabiiylik, muhit asrash, o'zgachilik va ko'rkamlik qatorliq alohidaliklar ta'kidlandi. Qirmichilik hunar san'at buyumlari amaliy ishlatish qiymatiga bo'lib qolmay, yana loyihachining ijodkorligi va xalqqa o'zga mujassamlagan badiiy asar hisoblandi. Mashinlashish va avtomatlashishning taraqqiy qilishiga ergashib, an'anaviy qirmichilik hunari har xil xiroslarga duch kelmoqda. Yosh hunarvanlarning aziyishi nurg'un hunarlarning yo'qolib ketish xavfini keltirib chiqardi. Qirmichilik hunar san'ati hozirgi zamon jamiyatida yanada muhim o'rinda turdi. U madaniyatga varis qilishning muhim vositasi bo'lib qolmay, shundaqla kishilarning tabiatga intilish, turmushdan huzurlanishdagi yaxshi tanlashi. Yuqoriqilarni yig'inchoqlaganda qirmichilik hunar san'ati amaliy qo'llanishchanlik, badiiylik va madaniylikni bir gavda qilgan an'anaviy hunar. Bu hozirgi zamon jamiyatida yanada o'rnini muhim qimmat ahamiyatga ega. Shu shakllikni misolda o'yganman. Mush mashina qishib chiqaramiz. Qo'lda. Wow. Qishib chiqaramiz. Men faqat o'ylab boqmabman, manda chiqag'il bo'ldi deb o'ylamoqdim buni. Jumlar chiqqan bo'ldi. Bu menimcha xil qadimiy bir hunar deyman. Qadimiy, bizning ustozimiz ma'laqqa qo'lida manda qiladi. Qishgan buni. Hozir ilg'alishib ketdi. Shuni so'moqchidim. Ilg'alishib ketdi hozir. Taraqqiy ketdi. Hozir taraqqiy qilib manda ketdi. Lekin do'konga chiqsak undan chiroyliroq bor lekin. Bo'ldi, chiqib ko'rib baqilay. Bo'ldi. Mama ayqa qo'lning kemavi. Qo'lda pichoq qilib qo'yganlar ham shu. Qanchadan tartib chiqqanlar ham bu. Qo'lning kemada egmash yerlari qo'lning kemish. Mushlarning sizlar o'yganman. Buna shu naman bo'ldi va. Chiroyli qilishni qilib o'yib chiqargan. Mana biz qizib turmiz-ku. Mana chiqarib turmiz. Manda chiqib bersak o'zimizda xaridsiz o'yib chiqirdi. Demak, meni o'ydiganlar ayrim bo'ldi. Ayrim bo'ldi. Biz qizib chiqarib bersak, men o'yolmaydi. Ma'lum qo'lda o'ygansizlar? Qo'ldakka. Unda qarashalik qaylaysiz yani. Bunda yerlarga ma'niga unda qaylaysiz. Ma'nakilik nima qaysi qo'polroq chiqdi. Zavtmi? Jinoda o'yda ma'ni. Ma'ni qo'lda qildi. Shunga qarashalik chiroyli chiqdi. Jinoda avvalniki mana. Ma'lum shuni qoni qatqa ma'lum. Lekin qo'lniki nima shu? Mushumi qo'lnoma? Qo'lniki ma'lum. Zatning yo'qmi yerda? Zatniki, mana bu zatnikilarmi shu? Madaha deymiz. Zatniki, ma'lum. Qo'lniki ikkisini farqlanadi. Mana qaysi? To'g'ri, ma'nomi ashniki yo'q, azroq qo'polroq chiqdi ekan zatniki. Yirikroq chiqdi. Ma'nikini siyliq chiqibchi, ma'niki. Madaha deymiz. Ma'oylik oshxona ishlatadigan poz yo'q-ku? Poza. Samspezlar, montpezlar ishlari poz. Ilqi nimatga vaqt, tugratga vaqtimiz bo'ldi. Bu poz shu. Bir ishlatgan pozlar shu. Hozir ishlatamiz? Voy, men videoga tiralaydi-ku. Men bo'yab qo'ygan teki. Teki? Mana bo'yab qo'yibdi-da, boram bo'lmagan. Ilqi so'ng kasallik qilgan sizlar. Faqat o'ylab bo'lmaydi. Bu to'g'riroq shu doktorlar tavsiya qildingiz, mushlarni sizlar qilib kelsizlarmi? Men ujmun ekan bu. Ujmun. Yo'q, chiqadi. Maqulga rahmat. Rahmat, Xudo var qildingiz. Voy, xona deymizda. Bo'z bir mushuni o'ygan Bo'ldi. Ma'qul, yarısını var. Ben alaqılışıp bir to'g'rilab beray. Bo'ldi.